Bu narsani ko'ldada urib, loyni chachib, toshni chachib, suvni chachib eksperiment qilib olsak bo'ladi. Lekin akalarimizni ko'ringlar, san'at asariga o'xshatib, juda ham chiroyli qilishib, darvozalar yasashib beryapti ekan. Assalomu alaykum, Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. 2026-yilda sifati zo'r, eng so'nggi modeldagi shohona darvoza o'rnataman degan obunachilarimiz Namanganga yetib kelganmiz. Akalarimiz ko'rib turibsizlar, har xil fasollarda chiroyli qilishib darvozalar yasashib, butun O'zbekiston bo'yicha olib borib ustanovka ham qilib berishar ekan. Hozir shu yerda borlarni, narxlarini yoritib beramiz. Undan tashqari siz xohlagan rangda, xohlagan fasonda ham akalarimiz chiroyli qilib yasab berishaver ekan. O'zbekistonda yangilik qilishib akalarimiz mana pultli darvozalarni ham ishlab chiqarib olib borib ustanovkalar qilib berishyapti ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalang, biz esa hozir narx-navosini yoritib berishni boshladik. Hozir esa usta akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Madangiz yaxshimi? Rahmat. Allohga shukr. O'zingiz yaxshimi? Charchamayapsiz aka? Darvozalarda eng so'nggi eng shohona fasollarni yasab, xalqimizga yetkazib beryapsiz aka. Xudo xolasa aka. Shuni harakatdamiz aka. Kiyolding emassan omon, charchaman aka. Allohga shukr. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlarga Xudo xolasa Namangan shahrida darvoza sexda sifatli darvozalarni ko'rsatishda davom etamiz. Aha. Aka, qaysinisidan boshlaylik? Yangilikdan boshlaylik. Bo'ldi aka. Pultli darvozalar aka. Pultli darvozamiz aka 180 metr, 200 metrdan xotirjam oladi. Ha, mahallani boshlab shunday, ha, mahallani boshida biz qo'yiladi emas, pultini ko'tarilib turaveradi. Kechqurunda uydagilarni bezovta qilib o'tirmaydi. Xohlagan joyda to'xtatsa bo'ladi aka, mana tevaga. Zo'r. Penali bo'ladi, shumkalik. Alyuminniy qoplamasida ichida shumkasi bor aka buni. Aha. Endi bu tokka tiqib qo'yiladi rozetkaga, tok bo'lmasa nima qilamiz deyiladi. Endi O'zbekistonda svetkuja o'chib ana bo'lmayapti. Mana pult qolib ketadigan bo'lsa ham aka mana. Bu joyda ichkarida bo'ladi. Ha, ichkarida ham rushni ham boshqarsa bo'ladi. Rushni ham boshqarsa bo'ladi aka. Keyin mana tokdan uzdik mana. Tok yo'q hisob deylik. Aha. Yengil tushaveradi aka mana. Xohlasin pultda, xohlasin knopkada, shunday. xohlasin mana shu rushni. Rushni, svet yo'qligida shunday qilib ko'tarilaveradi aka. Hech muammo joyi yo'q mana, qiyin joyi ham yo'q. Tushaveradi. Tushunarli. Aka, buni rasvetkalari bormi? Hozir mana shu rangidan bor anaqasi aka. Bu ham hali tushganda juda chiroyli turadi, mokra asfar rang bo'lib. Aha. Hadavoy rang bo'lib qolganini hisobiga hozir shundan anaqa qilyapmiz aka. Ya'ni trenddagi rang. Trenddagi rang aka. Trenddagi o'sha mokri svet mana ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa ovoz ham chiqarmaydi ekan aka. Yo'q, ovozlari yo'q, xudo xolasa. Ba'zi anaqada baland chiqadi, bunda unaqa ovozlar yo'q. Ha, mana busini alyumin dedingizmi aka? Ha, ustidagi qoplamalar alyuminniy bo'ladi. Alyumindan. Ha, alyuminniy mana. Tushunarli. Buni razmerga yasab beraverasizlar aka? Razmerga yasaydi. Hozir bu 3 metrga 3 metr aka. Aha. Kvadrat $120 dan mash turish $1080 aka. $1080. $1080 O'zbekiston bo'ylab ustanovkalarni qilib beramiz. Olib borib ustanovka qilib beramiz. Olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Ya'ni 1 kvadratni qanchadan dedingiz? $120 dan $150 gacha bor. Ha, $120, $150 gacha o'sha har xil nimasi bor. Har xil anaqalar bor. Motorda farqi bor. Aha. Razmerlarda, razmer kichikroq bo'ladigan bo'lsa, summa sal kattalashadi. Bu endi hozir mana shu bir komplekt narsa, 3 metrga 3 metr standart. Ha. Endi razmer bundan kichiklashadigan bo'lsa, ozgina qimmatlashadi. Tushunarli. Telefon qilishsa, buni batafsil ma'lumotlarni beramiz aka. Kelishtiriladi aka, xudo Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Qanchalik servis xizmati degan narsa bo'ladi? Servis xizmatlari bor aka, 1 yil. 1 yil servis xizmati bor, xudo xolasa. Shunday. Tushunarli. Xo'sh, darvozalarimiz aka bular. Xo'p, aka endi darvozalarimiz faqat hali qimmatlarni ko'rsatdik, arzonroqdan boshlaylik. Nima deysiz? Shunday bo'laveradi. Qimmat darvozaning kashsini o'tijam beradi mana bu. 1.3 lis. Aha. Vibra 6 ga 4 ramka, chekka stokalar 8 ga 8, tegilar shivellar bo'lgan. Old-orqa kraskasi bir xil devo kraska. Tevalarda havoyli skvoznoy joylarni ham qilib qo'yganmiz aka. Aha. Darvozamiz razmeri eniga 3 yillik, balandligi ham 3 yillik bo'lgan. 1 kvadrat metr 720 ming so'mdan aka bu darvozamiz. Nelichida bor hozir bu darvozalarimiz. Ha, telefon qilsa budjetli variant, ha. Telefon qilsa sразу ustanovkasini qilib beramiz. Ha, tushunarli. 1 kvadrat 720 ming so'mdan old-orqa kraskasi bir xil devo kraska, avtomobil lak, avtomobil gruntopka, 6 ga 4 ramka, Vibra 1.3 lis, Nerjeveka 09. Agar mana shu Nerjevekasi kelamas deyishadigan bo'lsa, 50 ming so'mdan kvadratga arzonlaydi, 670 mingga tushadi aka. 670 ming so'm. 670 ming. Mana Vibrasi ham kelamas deyishadigan bo'lsa, list orqadan bosib beraver deysa 620 mingga tushadi. O'zi 100 ming so'mdan kvadrat arzonlaydi. Tushunarli. Lekin 100 ming so'm qo'shib bersa, mana kачество zo'r holatda chiqadi, chiroyli bo'lib. Sifatli bo'lib aka. Aha, tushunarli. Xo'sh, keyingi darvozamiz? Keyingi darvozamiz bu ham shtampovkalik. Bular hozir 2026-yildagi o'sha hit turtkar anaqalari. Yangi fasollar. Yangicha fasol. Yangilari. Aha.
Bu ham o'sha 1.3 lis bo'lgan aka. Vibra 6 ga 4 ramka 8 ga 8. Brus profil endi buni chekkaga qo'sh qilganmiz 20 sm aylanasiga. Buni ham antevalar skvazna holat havo aylanadiganlar bor. Stokalar 8 ga 8 brus profil bo'lgan, taglar shvellar. Hop, ramka qovurg'ali 6 ga 4, Vibra 1.3 lis, old orqa devo kraskalar barishniy kraska bo'lgan buni aka. Mana ranglari ham sovlab turibdi, bilingan bo'lsa. Shunday. Blisk berib turibdi. Ha, bliski berib chiroyli anaqa bo'lib turadi. Mana joylar zara bor ekan aka. Ha, zara bor. Ha. Zarli kraska. Qora ranglar ajratib sepilgan, kvadrat metr buniki 670 ming so'mdan aka. 670 ming so'mdan. 670 ming nerjivekasini yo'qligini hisobiga. Ollarga kraskalar bir xil. O'zbekiston bilan dastavka ustanobkalar bor. Hop, endi bu darvozamiz razmeri eniga 3.90, balandligi 3.65 joyga tushaveradi aka. Nalichida bor, kvadrat metr 670 ming so'mdan. Kimga razmer tushadigan bo'lsa, sirazo bir ustanobkasini qilib beriladi. Bir kunda 2 kunda uстановка qilib beriladi aka. Shunday aka, xudo xolasa. Xo'sh, keyingi darvozamiz. Endi bu yerga balandlab ketaveradi, xudo xolasa aka. High-tech fason darvozamiz, shumkalik. 3 qavatli bo'lgan aka. 3 qavatli ham 1.8 lis. Nerjeveka 09, kraskada devo kraska, avtomobilni lak, avtomobilni gruntopka buniki ham. Hop, stokalarimiz 12 rossiyskiy shivellar bo'lgan. Ikkita stok oyoqlarning tagiga rossiyskiy 12 shivellar bo'ladi. Lislarimiz 3 qavat ham 1.8 lis, va lazerlari ham 1.8 lis bo'lgan aka mana. Taglari ochiq ekan aka, suv to'plamaydi. Ha, taglarda suvlar tushib ketishligi uchun ochib qo'yilgan. Oshiq-moshiqlari 3 tadan bo'lgan. Buni ham ikkita yoniga 20 sm, tevasiga 30 sm nalishni ishlangan aka. Tushunarli. Soflari 4x4 profildan bor, taglar nerjevekadan chiroyli qilib ishlangan mana joylarga. Qoyil. Zo'r. Bu tashqariga ochiladi ekan. Tashqariga ochiladi, opish holatda aka. Zakaz shunday bo'lgan. Ha, zakaz mana orqa holat, ha. Listi mana orqa holatiga ham bo'silgan aka, mana qalinligi mana. 1.8 lis aka, rezinkalar qo'yilgan aka. Mana 3 qavat. Qoyil. Darvozaning hech qanaqasi yo'q, xudo xolos. Mashina endi qo'yib, nimasi endi qo'yilgan 3 kasa? Zamogin endi joyida qo'yib beramiz. Bu Tojikistonga. Ashuna hisobga zamogin joyida qo'yiladi. Zamoglar beriladi. Tojikiston Dushanbega zakaz bo'lgan, kvadrat metr 1.650 ming so'mdan. Dollarga chaqadigan bo'lsa 137-135 dollardan to'g'ri keladi. 1 kvadrat metr. 1 kvadrat, ha. 3 qavatlik. Buni 2 qavatli qilsa ham bo'ladi, 1.450 mingdan chiqadi aka, kvadrat metr. Tushunarli. Lekin yopilishi ham juda boshqacha ekan, hech qanaqa darang-durung yo'q. Shumkada aka, fonni shumka. Og'irmagan aka. Shumka endi baribir anaqasi bor-da. Ha, qaranglar. 1.600 ming so'mdan 3 qavatlasa. 1.650 mingdan. 650 ming so'mdan. Shunday, razmeri 553 ga, balandligi 377 bo'lgan razmer. 553 ga 377 bo'lgan razmer. Ko'rishlari mumkin. Tushunarli. Qoyil, zo'r. Bu joylarga ham nerjevekalar ishlangan, o'sha nalishnilarga ham chekka qismi devor ustiga chiqib ketadi aka. Bu joylarga ham darvozaga moslab nerjeveka profillar chiroyli ishlab qo'yilgan. Tushunarli. Zo'r. Endi razmerimiz kichikroq deyishadigan bo'lsa-ki, darvoza razmeri hozir buni katta-ku. 3.5 metrgacha bo'lgan razmerga kalitka ichidan bo'ladi. Bu yerdan bu yog'i chiqadi, kalitkasini mana joyiga qo'ysa bo'ladi. Xohlasa chap tomonga, xohlasa mana o'ng tomonga qo'ysa bo'ladi. 3.50 gacha bo'lgan razmer. Iyniga. Ha, balandligi chiqaveradi. Razmerdan anaqasi yo'q, ha, balandlik. Qoyil lekin zo'r. Xo'sh, shu darvozamizni aksiyaga qo'yib yuboramiz dedik-a, usta aka? Mashina qo'yib yuboramiz aka. Qoyil. Zo'r. Necha qavat? Darvozamiz opish holati 20 million so'm. Shu holati 20 million. Holati 20 million so'm. Agar zakaz bersa shu kvadrat. Zakaz berishadigan bo'lsa 1.600 ming so'mdan chiqadi kvadrat metri. Bu holatda bo'ladigan bo'lsa 19 kvadratda hozir. Bu yoq 30 millionga yaqinlashib qoladi aka. Ya'ni 1 kvadrat 650 ming so'mdan tayyorlab beriladi. Skidka narxi 1.600 ming so'mdan tayyor bo'ladi. 1 ming so'mdan, Skidka narxi 1.49 mingdan qiladi. 1.49. O'shanda 20 millionga to'g'ri keladi aka. Qoyil. Razmerini aytadigan bo'lsa, razmeri eniga 5.10, balandligi 370 lik joyga tushadi. Mana joyda kalitka zaddenni 1 metr. Bu yoq mashina kiradigan tomon 407 ga 368. 410 ga balandligi 370 lik joyga xotirjam tushaveradi. Opish holatda 5.10 ga 370 lik joyga tushadi. O'rtada ustunmi, devormi bo'lsa ajratib qo'yilaveradi. Ha, ajratib qo'yilaveradi. O'rtada regul kolonna bo'ladigan bo'lsa ajratib qo'yilaveradi ham. Qoyil. Necha qavatli aka buni? 2 qavatli bo'lgan.
2 qavatlar. Mana bular juda boshqacha ishlangan ekan, uzoqdan Ha, oka zina qilib ishlangan bu joylari ham juda chiroyli chiqqan, zina bu. Hali oddiy bir ish emas, xudo xolasa. Ha, ruchkalariga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz. Ruchkalari ham o'sha qalin trubadan, mana rossiyskiy trubadan Ha. ko'rishlari mumkin. Hamma joyi shivellar shekilli aka. Shunday, atroflari 10 turli rossiyskiy shivellar bo'lgan oka buni. Stoykalar ponna, tagilar 10 turli rossiyskiy shivellar, ramkalarimiz 10 ga 5, lislarimiz 1.8 lis, kraskalar Devo kraska avtomobillar, avtomobil gruntopkalar oka. Ha. Xo'p, ishlash kerak bo'lgan material hamma zo'rlar ishlagan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, razbari, ya'ni aytib o'tamiz, 5 u 10 ga 370, 20 million so'm, kvadrat metr 1 million 49 ming. 1 million 49. Agarda endi shu razmer mana shu fasondan yasatamiz deyishadigan bo'lsa, 1 million 600 ming so'mdan kvadrat metr. Bo'lsa bo'lsin aksiya. Qoyil. Obunachilarga bo'lsa. Razmer chiqsaloqiga chiqarasizlar, bir kun 2 kunda borib uстановка qilib berishadi. Shunday aka, 10 tayyor. million so'm aksiya bo'lyapti mana shunda. Shunday. Qoyil. Zo'r. Keyingi darvozamiz aka. Endi bu ham gigant razmerda aka. Ha. Hop 750 iniga. Mana ishonmaga oluvchi 1 2 3 4 5 6 750. Bu joylar 50 sm nalishniy bo'lgan, 3 ta tumbali bo'lgan. Kalitkasi отдельный variantda mana o'ng tomonda bo'lgan aka. Ha. 3 qavatli. Zakazmi aka bu? Ha, Samarqand Bulung'urga zakaz aka. Ya'ni Samarqand fason Samarqandga ketyapti. Samarqand bo'lsa, Samarqand Bulung'urga bir o'rnaydi, xudo xolasa. Bugun o'rtamiz. Mashina o'zi gaplashib ana qilinyapti. Mashinaga yuklaymiz, xudo xolasa. Ertalarga borib uстановкасы bo'ladi. Tushunarli. Razmeri eniga 750, balalik 380 bo'lgan razmerda aka. 3 qavatli shumkali utuplanili variant. Orqalari 2 qavat 1.8lik, 3-qavat cho'tirlik bo'lgan. Kraskalar Devo kraska avtomobillar, avtomobil gruntopka обязательно sepiladi, gruntopka. Olzoniga ham qimmatiga ham. Hop, ramka qovurg'alar 8 ga 4, stoykalarimiz 12 rossiyskiy shivellar. Tumbalarimiz 50 sm-dan bo'lgan, kvadrat metr 1 million 600 ming so'mdan chiqadi. 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm. Shunday. O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановkalari besplatniy holatda bo'lib o'rnaydi. SNG davlatlari, mana qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga kelishuv asosida qilib beriladi. Aloqaga chiqishaversin, xudo xolasa behijolat. Tushunarli. Samarqand fason. Bu darvozamiz ochiq holatda 46 millionga boradi. 46 millionga borib uстановка berasizlar, ha? Tushunarli. Bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlarga ekanda. Bu darvozamiz ham egalari borlar. Lekin kimga razmer tushadigan bo'lsa, uстановкасini qilib beraveramiz buni ham. Ha. Olib uстановка qilib beraveramiz. Uстановка qilib beramiz. Egalari o'sha musofirdalar, o'zi Rossiyadalar, ozgina ishlari o'xshamay turibdi. Aka, mana shunaqa dedim, video chiqazamiz. O'rnatamiz keyin darvozalarni desam, yo'qasam men biror oy ana qiling, sabr qilib turing dedilar. Yangi oyligim tushganda ana qilib beraman, xudo xolasa dedilar. Sotilsa sotildi, sotilmasa o'zimga qo'yib berasiz dedilar. Tushunarli. Eniga 375, balalik 305 lik joy tushadi. Razmer 375 ga 305, 380 ga 310 bo'lgan joyga xotirjam tushadi. Ha. Darvozamiz 2 qavatli Samarqand fason, ranglari ham mana o'zgacha bo'lib chiqdi aka. Qora ranglarning ustiga ponna tilla ranglarni atlas qilib berib chiqilgan. Ichkariga 20 sm dan kirgan, bu yoq 40 sm dan chiqqan. Darvozamiz kvadrat metr 1 million 400 ming so'mdan 25 million 200 ming so'mga olganmiz. 25 million 200 ming so'mga O'zbekiston bo'yicha borib uстановка qilib berasiz. Samarqand fason. Razmerlar tushadigan bo'lsa, sразу uстановкасini qilib beradi. Yana bitta qaytarim, joyiga tushadigan razmerda 380 ga 310 lik joyga tushadi. 380 ga 310 lik joy. Ha, bo'ldi. 380 ga 310 lik joyga tushadi. Buni ham ishlatilgan materiallar 12 rossiyskiy shivellar, 8 ga 4, 6 ga 4 ramka, 1.8 lis, 2-qavat man cho'tirlis, kraskalar Devo kraska avtomobillar, avtomobilning gruntopkalar sepilgan. Chekka tumbalar 40 sm, ichkariga 20 sm kirgan. Darvozani opish holati, xudo xolasa, cho'tka holatda. Kimga agar razmer tushadigan bo'lsa, bundan yo razmer kattaroq, kichikroq bo'ladigan bo'lsa, mana shuni o'zi qilib boshqa ham yasab beraveradi. 1 million aloqaga chiqishaversa, 1 million 400 ming so'm. Ha, 2 qavatli. 3 qavatli bo'lsa 1 million 600 dedingizmi? 3 qavatli 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm. 3 qavatli. Ha. Xo'p, endi mana 2026 ga yana yangilik fason aka bu ham. Shtampovkalik. Bu joylar high-tech o'sha neoklassika bo'lib anaqa bo'layotgan. Bu yoqlari o'sha o'ziga moslab turib chiqazganmiz. Razmer eniga 325, balandligi 350 razmer. Bu ham nalichida bor. Kvadrat metr 720 ming so'mdan. Aka, darvozaning sifati xudo xolasa behijolat. Darvozaning sifatlarini ham mana bir ko'rib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Darvozaning bu oldi ko'rinishi aka. Mana orqa ko'rinishi mana. Mana orqa holatlarga ham lakli sepilgan, chiroyli holatda qilib. Ramkalar oltiga to'rt. Shunday, ha, bliski beradi aka. Darvozaning endi mana bu quvvatliga qanday ishonamiz deganlar uchun aka mana. Behijolat.
Agar shu yerda yo'rilib ketish kerak, yo'rilib yopib bor. Behijolat, oka. 720 ming so'm dedingiz aka? 720 ming so'mdan, oka, buni kvadrat metri. Aha, 720 ming so'm. Nechiga necha razmer? Eniga 325, balaliga 350, oka. Razmer tushsa, Zamoglari berilaveradi. Anaqalar, yopilishlar. Zamok ammo hamma narsasi borib o'rnashlari bilan o'sha 720 ming so'mdan O'zbekiston bilan dastlabki ustunlik qilib beradi. Ha, tushunarli. Eniga 325, balaliga 350. Nerjevekalar 09, kraskalar Devo kraska avtomobil, lak avtomobil gruntopka. Men darvozaga qiltitgan yo'q, mana shu qanotni o'chib yopdik, oddiy misol. Mana shu joylarga kuch kelish kerak edi. Shunday. Darvozani sifati agar bir nima bo'ladigan bo'lsa, bunaqa qilib o'chib yopmaymiz. Garantiyasi bor, xudo xohlasa. Behijolat. Aha. O'ylanmasdan zakaz berishaversin. Tushunarli. Xo'sh, bunimiz nima aka? Ustaga bu ham karetgan bu yo? Ha, bu ham kalitka aka. Aha. Buni ham o'sha bir kishiga Qashqadaryoga yasab berdik. Joylar sal kichikroq, razmer o'zlari beradilar, boshqa yasab berganmiz. Eniga 122, balalik 219. Aha. Razmer, точный razmer. Buni ham 5,5 millionga berib yuboramiz. 5,5 Kimda kimga razmer 3 qavat tushadi? bu? 3 qavat. Ha, 3 qavatmi? Ha, 3 qavat nerjevekallashtirilgan. Nerjevekalar aylangan, men joylar nerjevekalar ko'chirmagan, zatay sarapani. Qonna o'sha yangi holatda qilib anaqa beriladi. Hop, endi Samarqand bozor darvozam shikolatli rangi oka, buni ham V1 uchun. Aha. Ko'rishlari mumkin, egalar borlar buni ham. Eniga 380, balalik 340. Buni ham stogalari 12 li rossiyskiy shivellar, teglari 12 rossiyskiy shivellar. Ramka qovurg'alari 8 ga 4, ichlari 6 ga 4. Biri 8 li lis, ikkinchi qavat chutur lis bo'lgan oka. Ko'rishingiz mumkin. Kraskalar Devo kraska avtomobil, lak avtomobil gruntopkalar bo'lgan buni ham. Aha, tushunarli. Kvadrat qanchadan aka bunimiz? 1 million 400 ming so'mdan oka 1 buni. million 400. Joy, razmer tushsa bor ustunovka qilib beraverasiz. Yo, buni egalari bor. Ha, egalari bor. Ha, egalari bor. Ha, yasab berasa bir. Yasab beriladi, ha. Tushunarli. Darvozalarning endi orqa ko'rinishlari oka, mana sex bo'layotgan jarayonlar. Mana Samarqand bozorining 2 qavat bilan 3 qavatdan bir farqini ko'rsatib qo'yaylik aka, mana. Bu 2 qavatligi. 2 qavatlisi. Mana 3 qavatligi, orqasi tekis bo'lib vibralar aylanadi oka. Buni ham orqalariga o'sha 1.8 lik chopilgan mana oka. Aha, tushunarli. Ya'ni 3 qavat bo'lsa tekis bo'ladi, 2 qavat bo'lsa bunaqa bo'rtib chiqadi-ku, profil rost aka. Ha, 2 qavatni ham orqasini chiroyli qilib ishlab qo'yiladi oka. Tushunarli. Bu tomonda esa zakazlar tayyor bo'lishimi aka? Surxondaryoning Samarqand bozori, ha, bu ham cho'tir lislarda farqi bor, gulli lis bo'lgan oka. O'zi endi mana malyar ishlar ketyapti, chang. Ha, suv Ben kirmasligi joylarga uchun- ozgina o'zgartirish kiritganmiz. Ha, suv kirmasligi uchun ponni shpiglovka qilinadi. Bu yer sher kallasida o'rnatiladi, Ha, kuymalar. sherni kallasi. Shunday. Aha. Shtampovkali darvoza mana. Gruntovkadan oldingi holati bu usta aka. Ha, hozir gruntopkaga tayyor bo'lyapti. Bu oldi holat oka. Mana orqa holat mana. Qani? Ha, bu tomonga o'zi sepilgan ekan-a? Orqalariga ham lakli sepib, ichilariga kirgan mana vibrani foydasi oka bu mana. Ha. Ichkariga kirib turadi, chiroyli holatda ramka bo'lib ko'rinish beradi. Tushunarli. Bu old tomonda vibra qo'yilyapti. Ha, oldiga vibra qo'yilgan. Vibra deyiladi. Mana shu narsalarni ham man darvozani orqa ko'rinishini ham ko'pchilik ko'rsatmaydi-da. Aha. Xotirjam ko'rib ana qilishaversin oka. Tushunarli. Bu Namangan shahriga o'rnaydi. Mabodo bosmadan zakaz bersa necha kunda tayyorlab berasiz aka? 15 kun, 20 kun. Bunaqachi qo'l mehnatichi? Bular 30 kun, 35 kun. 30 kun. Bu ham Surxondaryoniki oka. Surxondaryoniki. Ha. Bu ham Samarqand bozorini ozgina o'zgartirish Boshqacharoq kiritilgan. ekan-a? Mana gullarga ham ko'minli gullar qo'yilgan. Bularga endi pul qo'shiladi. Ha. Darvozamiz sifatlar mana yaqindan ham ko'rib ana qilib berasiz oka, xudo xohlasa behijolat. Men joylarga nerjevekalarni o'rnatamiz hali. Ha, nerjeveka o'xshaydi. Nerjeveka o'xshaydi. Bu joylarga nerjeveka bo'ladi. Aha. Lekin kichkinaroq chiroy va boshqacha darvoza chiqyapti-ku, bu ham? Ha, chiroyli bo'lib chiqdi xudo xohlasa. Razmeri ham eniga 380 buniki, 3 qanotda. 80. Ha. Endi qolmi yo, tahlanadigan bunday garmoshkaga o'xshab, yo'naqa emasmi? Yo'q, unaqa emas, o'sha kalitga satdenniy variant bo'lgan, ikkita katta qanot. 380 option holatda. Tushunarli. Darvozalarimiz sifatiga xudo xohlasa javob beriladi. Mana materialni o'sha haligi ko'rsatishdan maqsad kraskan tagida qanday material bor degan savol bo'ladi ko'pchilik. Ko'rib turishibdi mana rossiyskiy shivellar, lislar 1.8 lis, profil. Hammasi xudo xohlasa yangi narsa ishlar, bezuloq chiroyli holatda bo'ladi. Tushunarli. Bu ham Samarqand bozori o'sha anuniki. Surxondaryoniki o'z ko'rsatganimizni chekka qoshlari bilan bo'lyapti. Kachililar ham tayyorlaysizlar shekilli. Kachela suvrini ko'rsatmadik aka. Yo'q, ko'rsatganimiz yo'q. Suvni ham ko'rsatib So'ri, qo'yaylik. kacheli hammasini akalarimiz, ya'ni temir sohasida nima kerak bo'lsa hammasini tayyorlab, chiroyli qilib olib borib ustanovka qilib berishar ekan. Xo'sh, tapchan, so'rilar. Oka 2,5 metr, 3 metr standart razmer. Aha. Hop 8 ga 8 stoykalar. Bu yoq 6 ga 4, oldi 8 ga 4. Aha. Rossiyskiy sasna bo'lgan, polli, ya'ni shpontlidan bo'lgan. 3 tadan lagalari bo'ladi. Ha, lagat 3 ta bo'ladi. Aha. Aha, tushunarli.
Hammasi bir xilmi aka bularni? Ha, rangida farqi bor. Rangida farqi bor. Ani gullarda farqi bor anaqasida, cho'tirlisda 2,5 metrga 3 metr standart razmer. Buni 4,8 million so'mdan O'zbekistonda dastavkasini qilib beradi. Dastavkasi ichida Dastavkasi 4,8 million so'm. Shunday. Agarda shu yerdan kelib olib ketadigan bo'lsa, kelishtiriladimi? Ha, kelishtirib beradi. Kelishtirib ber. 100% sharnerli ekan aka bularimiz. Ha, bu o'sha qishda maydalab turib qo'yishaveradi, yozda yana yig'ib olinaveradi. Ya'ni yig'iladigan, Razborniyda. chakiladigan variant, razborli varianti ekan. 4,8 million so'mdan zakaz beraversa, sotuvda tayyorlari bor ekan. Faqat rangini aytsa bo'ldi ekan, usta aka. Shunday, ha. Rangini aytsalar, mana chiroyli qilishib akalarimiz pokovka qilib chiqarib yuborishar ekan. Xo'sh, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, biz Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik aka. Aka bu yog'ini agar tushunishmagan joylar bo'lsa, aloqa chiqishadigan bo'lsa, chiroyli qilib batafsil ma'lumotni yana beraveramiz. Albatta, ekranda nomerlari bo'ladi. Bittadan like bosib, shunaqangi darvoza, tapchan, so'ri, karavot, undan tashqari kachel izlayib turgan tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Ustaga rahmat. Salomat Aka, sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin.